Mo'minxon Bahodirxonov, Miraziz Abdukarimov, Sadriddin Hasanov, Nurbek Sarsenbayev, Muhammad Habibullayev, Sayfiddin Sodiqov, Muhammadali Musaxonov, Abubakir Shukurullayev, Azizbek Erembetov, Ne'matulloh Rustamjonov, Ibrohim Shokirov, Hojiakbar Botiraliyev, Amirxon Murodov, Akbar Muhammadov, Bahodir Ezbaskanov, Abdulloh Fazliddinov, Behruz Saidmurodov, Azizbek Abdumominov, Jamshidbek Rustamov, Asilbek Aliyev, Faridjon Abdullayev, Diyorbek Mahmudjonov, bosh murabbiy Islombek Ismoilov va uning butun murabbiylar shtabi hammasi menejerdan tortib shifokorlar, matbuot kotibi, administratorlar, massajchilar, hamma. Butun jamoa, butun O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi, butun o'zbek futboli uchun yangi muhim g'alaba, yutuq, titul bo'lmoqda do'stlar. Uning atrofida ishlagan, mehnat qilgan, katta yu kichik kim bo'lsin, sharoit yaratgan, imkon bergan, maydonda yugurgan, maydon chetida bo'lgan barcha Bahodirxonov sardorimiz taxti medalni, kubok shu yerda va hozir Mo'minxon oldi. O'zbekiston Osiyo chempioni! Do'stlar, birga ko'rdik. Muborak bo'lsin barchangizga. tabriklaymiz. Chin dildan super turnir o'tkazishdi.